Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 1-oyning 15 kuni juma. Sizlarga Amerikaniki prezidentlik saylami haqida yana ozroq uchur yetkazay deb chiqdim. Hammamizning xabarida bor saylamga yana 5 kun qoldi. Saylamga demda yangi prezidentniki huquq o'tirishiga yana 5 kun qoldi. Oldu bilan oldin qitimqi videoda ishkiyada biraz xatolik ko'rilibdi, shuni bir tuzib qo'yay. U bir yerida men Biden kabinet uchun tanlagan kishilar deyman deb Trump tanlagan kishilar deb aytibman. Bu yani nurg'un qarindoshlar tuzib angladi, menga deb uchur keldi. Yana bir yerda men Portland degan shaharni Washington shtatiniga poytaxti debdiman. Aslida u Oregon shtatiniki poytaxti. Amerikaniki g'arbiy qirg'oqida 3 shtat bor. Kaliforniya, uningki shimoliy tarafida Oregon, uningki shimoliy tarafida Washington degan 3 shtat bor. Portland degan shu o'tirdagi Oregon degan shtatniki poytaxti. Men o'tgan qatimdagi videomda buni xato deb qo'yibdiman. Shuni bir tuzib qo'yay. Oldi bilan shu bir hafta ichida bo'lgan ishlar to'g'riliq ozroq gapirib beray sizlarga. Amanlarda xabarda bor. Trump Washington DC'da bir ciddi holat e'lon qilib, hozir shuni amalga oshirib bo'ldi. Hozir DC'ga Amerikaniki National Guard deydi. Davlat qo'g'duvchi qismlari. Mushlardan hozirgi planda 10 ming bilan 20 ming atrofida askar kelib turg'izishgan. Bulardan nurg'unlari kelib, hozir 10 mingdan ko'proq odam kelib, poytaxtniki shu Oqsaroyning atrofidagi binolarga urilish bo'ldi. Ehtimol uning rasmlarini, videolarini ko'rgansizlar. U askarlarga turdigan yer urlashtirmoqda, meniki bilishimcha. Ular shu kongressniki binolarining ichida koridorda uxlab degandek xo'dashishlarni olib o'tibdi. Manzirini ko'rsa, balki ichinishliq Amerikada shunday bir ahvolniki yuz berishi odamni haqiqatan ichindirdi. Ondan keyin nima bu qitimqi prezidentlik huquqini o'tkazib berish murosimini 59-qitimliq murosima deb ataydi. 59-qitimliq murosima yangidan chiqadigan prezident 46-prezident bo'ladi. Bu ikki sonniki munosabatni tushuntirib qo'yay. Xabarlarda bor, ba'zi odamlar prezident bo'lib Amerikaga faqat bir qatimlan bo'ladi. Ba'zi odamlar ikki qatim bo'ladi. Shunga prezidentniki nomeri bilan bu prezidentlikka chiqish murosiminiki nomeri o'xshamaydi. Shunga bu qatim yangidan odam chiqsa 46-prezident bo'ladi. Hozirgi umumiylik tushuncha Bidenni chiqadi deb qaralyapti. Biden chiqsa 46-prezident bo'ladi. Lekin uniki bu qatimki shu yangidan chiqqan prezidentni qarshilish murosimi 59-qatimliq murosimi bo'ladi. Men bu gaplarni deyishimdagi sabab yaqinda prezident Trump bu masala haqida to'xtaldi. Bo'libmi shu hozir Amerikaning har qaysi joylarida namoyish o'tkazamiz degan kishilarga oqaqidan chaqir qilib, buni chuqur tinchlik ichida buzib, chaqmay, urmay o'tkazinglar. Bo'lmasa Amerikalik saytiga uyg'un emas, Amerikaning qonuniga uyg'un emas deb qayta ta'kidladi. Shu chog'da 59-qatimliq huquq o'tkazib berish murosimi bo'ladi dedi Donald Trump. Donald Trumpning degan gapi shu 59-qatimliq huquq o'tkazib berish murosimi bo'ladi dedi, lekin 46-prezident degan gapni tilg'amadi, Biden degan gapni tilg'amadi. 46-prezident degan gapni tilg'amadi Donald Trump. Shunga bu bir nuqtani eskartib qo'yay dedim. Ondan keyin shu necha kundan oldida çarşamba günü mening bilishimcha Trump bilan Pence kurashdi, bular kurashibdi. Kurashish nihoyatda do'stona ichida bo'lib, shu yig'inchilik bo'lgan ishlarni qanday qilamiz degan ishlar to'g'riliq bir qism muzokaralarni yapmağa o'xshaydi.
Anadan keyin hozir har xil gaplar bor. Masalan, Trump istiqo berdi ekan yoki xizmatini evetdi ekan degan unday ishlar yo'q. Bu ikkisi paranlashgan vaqtlarda u to'g'ri bunday gaplar bo'lmabdi. Endi bu hafta bo'lgan yana bir cho'ng xabar. Avam palatasi ikki qaror ustida muzokara bilet tashlash ishi yapadi. Uniki birisi Amerika asosiy qonunidagi 25-chi o'zgartirilgan qo'shimcha moddasi bo'yicha Donald Trumpni vazifasidan olib tashlash, vazifasidan to'xtatib qo'yish. Bu bir ish bo'ldi. Ikkinchisi Donald Trumpni vazifasidan olib tashlash to'g'risida talash tortish va qarorlash ishlari bo'ldi. Buningki birinchisi har ikkisi Avam palatasidan o'tib ketdi. Endi birinchisini oxirida qaror berdigan, har ikkisini amaliyotda qaror berdigan ya senator ekan. Bu qanday bo'ldi ekan desanglar, bu Avam palatadagi muzokara qaror elish bu xuddi bir sotdagi qarlığıcı, axlıgıcılarniki o'zaro munozara qilish o'xshash ish ekan bu. Bu qatimki bu ishda Demokratçı partiyalarniki qarlığıcı, Cumhuriyetçi partiyalarniki axlıgıcı Avam palatasının içindeki ish bo'ldi. Ish qilib muzokaralar olib berilib, oxirida qaror olindi. Bu Avam palatasidagi qaror, bu qarorni agar 50%dan ko'p odam ovoz bersa o'tib ketadi ekan. Bu boshqa har ikkisi o'tib ketdi. Bunun ichidagi Donald Trumpni vazifasidan qoldirish, impeachment qoldirish degan bir moddaga 232 odam qo'shilib, 197 odam qarshi turib o'tib ketdi. Bu 232 odamning ichida Cumhuriyetçi partiyaniki Avam palata a'zosidan 10 odam bor. 10 odam Cumhuriyetçi partiyadan Demokratçı partiyaga o'tib ketibdi. Demokratçı partiyalarning hammasi bu qarorni qo'llabdi. Bir natija bilan bu o'tib ketdi. Lekin undan keyin Nancy Pelosi Pence'dan buni tasdiqlab o'tish, bu asos qonunidagi 25-moddasi bo'yicha Donald Trumpni xizmatidan to'xtatib qo'yishni tasdiqlab o'tishni talab qilgan. Pence tasdiqlamadi. Bu qonun Amerikadagi asos qonuniga uyg'un kelmaydi deb uni to'xtatib qo'yibdi. Uni inkor qildi. Aslida bu 25-moddani ish qanday ekan desanglar, agar prezident ma'lum bir o'zi orzu qilmagan bir ahvol tufaylidan xizmatini davomlashtira olmay qolsa, masalan kasal sababidan yoki bir voqeaga uchrash sababidan bu degandek, bir sababidan o'zining xizmatini davomlashtirish imkoniyati bo'lmasa, huquqini prezidentga o'tkazib bo'ladi ekan. Bu joyda qaror oldigan odam nima shu muavin prezidentniki yetakchiligida kabinetniki 13 a'zosi ministerlari bor. Muavin prezidentniki rahbarligida 13 ministerlar birlikda qaror qilsa bo'ldi ekan bu ishni. Lekin uniki sababi haqida sabablar bo'lish kerak ekan. O'zining kontrolida emas ba'zi ahvollar yuz berganligi uchun o'tkazib beraman degan. Hamda Donald Trumpda unday ahvol bo'lmaganligi uchun buni Pence inkor qildi. Bu ish bo'lmaydi, qonun uygun emas deb. Endi Donald Trumpni vazifasidan qoldirib qo'yish qarori elinib bo'ldi. Albatta men degandek, bu xuddi qarlug'uchi bo'lib, qarlug'uchilar utib Donald Trumpga bu vazifasidan ilib tashlandi degan qarorni chiqarib oldi bular. Endi Senat Kengash palatasi bu qarorni tasdiqlovchi bo'ldi ekan. Endi Amerikadagi sotları qarasanglar, işte qarlug'uchi bor, eng oxirida 12 odam juri deydi, bular juri. Bular oxirdagi qarorni berdi. Bu bir odamni gunohkor yoki gunohsiz degan qarorni berdi. Bu Amerikadagi qurilmasida bu qarorni beruvchi senatlar ekan. Endi senatlardan bu ishniki senatdan Kengash palatasini o'tish uchun 3 dan 2 qism odam qo'shilishi kerak ekan bunga. Hozir senatlarniki jami rasmiy Cumhuriyetçi partiya a'zolaridan 50 bor, demokratlardan 48 bor. Yaqinda Georgia shtatida 2 senatorlarni to'liqlab saylash ishini yapadi.
Onun da mı demokratçılar utti, saylamda utti, diken onu tehi cezmleştirip alamadı. Onu guvalık vermedi. Bu ikisi resmi senator boldu da guva vermedi. Yani ulanım hesaplagan çağda iki tarafta 50-50'den bop kaldı degen gap. Açtaq bolganda 3'ten 2 kısmı ma'qul deb bu işin ütüşü taz mümkün emasken bu birisi. İkincisi senatorlar aramalashga ketibdi. Birinchi ayninki 19 kunigachilik aramalashgan bular. Agar bular bilan tashlayman desa, agar bir jiddiy holat qilib chaqirib kelmagan ahvolda 19-yilgacha yoki 20-yillar yangi prezidentniki chiqish murosimi tugagandan keyin bu ishni yapirish to'g'ri keldi ekan. Bu senatorlarniki ko'p soliq senatorlarning boshlig'i McConnell degan kishi, men sizlarga necha qatim gapini berdim. U kishi buni ifoda bildirib, buni biz darhol qilolmaymiz deb hozir biroz o'ylash baqay deb o'ylashish bosqichida ekan. Lekin darhol senatorlarni yig'ib bu qarorni elish haqida texnik ifoda bildirmabdi. Hozir kishilarning farazicha bu kishi ehtimol kechiktirib shu bu 20'larni o'tkazib o'tib, shuningdek bu ishni bekor qilib o'tadi deb qarayotdi. Endi bu prezidentni xizmetidan elib tashlash ishi prezident bo'layotgan odamning ustida qilish kerak ekan buni qonun bo'yicha. Men necha Amerikadagi davlat qonunchilarniki bu vaqtda degan so'zlarni angladim. Shunga agar 20'lardan o'tib ketsa, Donald Trump Amerikadagi prezidenti bo'lmaydigan bo'lganligi uchun uni unda impeach qilolmaydi ekan. U ahamiyatsiz bo'lib qoldi ekan. Xizmatdan chiqib ketgan odamni impeach qildi degan gap bu bir ahamiyatsiz ish bo'lib qoldi ekan. Agar u ishni zodi majburiy zo'rlab qilamiz degan taqdirda, masalan, Obama yo burungi prezidentlarning ustidanmi vazifasini tashlash, impeach qilish ishni yapasi bo'ldi ekan. Shu bu Amerikaning asos qonuniga uyg'un kelmay ekan. Hozirgi ahvol ishlab turyapti. Shunga senatorlardan o'tishi ehtimolga yaqin emas deb qaralyapti hozir. Endi hozirga qadar Amerikaning tarixida impeach qilish bir prezidentni huquqidan evitish ishi jami 4 qatim bo'pti. Uniki birinchisi 1868-yili Andrew Johnson degan kishining ustidan bo'pti. İkincisi Bill Clinton 1998-yili. Bularni hammalar bilsa, Bill Clintonning nemish bo'lganligini, haligi bir qiz bilan bo'lgan ishi, yolg'on gap qilganligi bu vaqtda. Shu ishdan bo'ldi. 3-qatimligi Donald Trump bilan o'tgan yil. O'tgan yil Donald Trump ustidan bir qatim vazifasini qoldirish ishini yapgan. Bu qatimmi bu ishlar Ovam palatasidan o'tib, lekin Kengash palatasidan o'tmay to'xtab qolgan bu ish. To'rtinchisi bu qatimki. Birinchi ayniki 13-kundagi ish. Ashta qilib tarixda jami 4 qatim bo'pti. Ammo bularning hammasida, oldingi 3 qatimniki hammasida bu ish Ovam palatasidan o'tib, Kengash palatasidan o'tmay, shunga bir prezidentni huquqidan rasmiy qoldirib o'tgan ahvol yo'q ekan hozirga qadar. Endi bu ishda yana bir ichinarliq ish bu qatimki Donald Trumpni vazifasini qoldirish ishiniki qanday suratda elib berilganligi. Bu bir prezidentni huquqidan evitadigan ish oldi bilan bu Ovam palatasida necha kunlab munozara olib berib, zodi prezidentniki jinoyati nima, gunohi nima, bularni o'tirib qo'yib, isbot berish ishlarini olib berib, isbotchilarni tepib, ularni so'zlatib, ashta qilib yurib, eng oxirida bilan tashlaydi ekandik. Ashta bu boshqa 1868-yili Andrew Johnsonni vazifasini impeach qilgan vaqtida jami 83 kun ketdi ekan. Mush jarayonga. Ovam palata shu bilan tashlash ishlari ham ish tugab bo'lgach 83 kun ketdi ekan. Bill Clintonga 1998-yili 37 kun ketdi ekan. O'tgan yil Donald Trump uchun 21 kun ketibdi. Endi bu qatim bo'lsa 8 soat ketdi jami. Ovam palatasidan o'tkazish uchun 8 soat vaqt ketdi. Shunga isbotlarni o'tirib qo'yish, Donald Trumpga ortilgan cho'ng gunoh bu qatim qilishda 6-kuni bu Amerikaliklarni Washingtonga kelib namoyish qilishga chaqirib, shu bilan urib chiqish, o'ldirish, odam o'ldirishlar yuz berdi. Mush gunohning mush jihatda Donald Trump gunohkor degan mush sabab, asos sabab endi. Buni bek tez yapmaganlik uchun bu qatim isbotlarni chiqarib, ko'rsatib, u vaqtda muzokara qilib, bunday qilib ashlar qat'iy bo'lmaydi. 13-yildagi Ovam palatasining yig'inida bir
Cumhuriyetçi Kongress a'zosi manda bir savol tashladi. Hozir 13-yillar DC'dagi faoliyatlarga qatnashib, buzib chaqqan, urgan odamlardan nechtasi qo'lga ilinib bo'ldi. Aş adamlardan bir neçesini ekilipmiş sorunga. Aşlarının öz ağzından anlap basakamamdı. Bu adamlar hakikaten Trump'nınki kolluğucuları mı ya ki başka adamlar mı? Başka siyasi radikal teşkilatlarınki azaları mı? Aşlarının ağzından anlap basakamamdı bir katın degende sorun 30 gün tek cimci olup gitti. Aslında o gündeki yığında bir kongres azasındaki sözleş vakti 30 günken Bəzilərdə qalğan 3-4 adam özünün vaxtını özülə oxşaş partiyadakı bir adam ötküzməsi buldu ikən. Bu kongres əzası 2 minut vaxt atdı ikən qalğan 3 adamdakı vaxtını edib. Cəmi 2 minut. Muş sualını sorab bolğan ikən 30 gün cim tutdu şu sorunda. Heç qandaq adam heç qandaq gəqqəmədi. Şuna bu qıtımki bu impeach qilish jarayoni ənənəvi ahvallardan aytib faraqlıq epirildi. Müştaq bir ahvallar kuruldu. Endi albatta men degandek shu Donald Trump'ni vazifasini evitish qarorini ilishga 10 Cumhuriyetçi Partiyaning a'zolari ovoz beribdi. Hozir bularning ichida Cheney degan bir xonim bor. Men u xonim bilan 2019-yilda DC'dagi bir faoliyatda kurashgan. Nima demokratlarni ilgari surish komitetindeki uyg'urlar deb bir faoliyatda bu xonim ketgan. Bu Cheney degan xonim kichik Bush vaqtida kichik Bushga muavin rais bo'lgan Dick Cheney'ninki qizi. Bu hozir Cumhuriyetçi Partiyaning ichida 3-o'rinda huquqiy 3-o'rinda ekan, 3-kishi ekan endi. Hozir mushvaqa bo'lgandan keyin uni ash vazifasini tashlayotimiz deb Cumhuriyetchilar bir qism ishlarni qilyotdi. Oxirgi qatam natija qanday bo'ldi bilolmaydi. Kichik Bush ailesining hammasi, ular hammasi Cumhuriyetçi Partiyaning, lekin hammasi Trumpga qarshi. Hatta bu başqa Dick Cheney'mi qarshi ekan, uniki qizimi qarshi ekan. Qizimi bu qatam Trumpga qarshi bilan tashlabdi. Mana falan bo'ldi. Amaliyotda albatta men degandek Ovan palatasidan faqat 20 dan bilat paslan bu ish o'tkazilgan bo'lg'achqa bu 10 Cumhuriyetçi Partiyaniki Ovan palata a'zolari bilat tashlamagan taqdirda o'tib ketadi. Ovan palatasida hozir demokratchilar ko'p sonni egallaydi. Lekin men 10 odamniki qo'shilish bilan texnik kuchliroq o'tib ketibdi endi yuqori. Shunga albatta men degandek ishki qaror Ovan palatasini o'tdi, lekin 25 asos qonunning 25 moddasi bo'yicha Donald Trump'niki xizmatini to'xtatib qo'yishni Pence, Prezident Pence uni inkor qilyapti. Ondan keyin bu impeach qilish ishini senatorda qanday qilish ishini to'g'riliq qaror ilinmadi. Hozir McConnell aniq javob bermay turibdi. Kishilarniki farzicha bu saqlab endi aslida senatorlar 19-yillargacha yig'ilmaydigan bo'lg'achqa saqlab shu yangi prezidentlikka chiqish marosimini o'tkazib, ondan keyin bu ishni shu ishda qoldirib qo'yish mumkin deb tushunaydi. Hozirgi ahvollar shunday. Endi 20-yillardan keyin agar A2 Georgia shtatidan saylangan 2 senatorlar jazmlashsa, u chaqda demokratlarniki senator a'zolari 50, Cumhuriyetchilarning 50 bo'lib qoldi. Bilat tashlash ishi kelgan chaqda Amerikaniki muavin prezidentimi senatorlarga tava bo'ldi ekan, bilat tashlashlar kelganda. Kamala Harris mo demokratchi bo'lganligi uchun 20-yillardan keyin senatorda bilat tashlaydigan demokratchilar 51, Cumhuriyetchilar 50 bo'lib qolish ehtimolligi bor. Ashta bu boshqa 20-yillardan keyin bu ishni yana qayta qilamiz desa, bu chaqda hozir Schumer degan bir kishi bor, senatorlardagi oz soliqlarniki boshlig'i demokratchi. Shu kishi ham ko'p soliqlarniki boshlig'i bo'lib, McConnellning o'rniga chiqadi ekan 20-yillar. Chunki bu odam zaten senatorning ichida buni qayta qilamiz, senatorning ichida qayta qilamiz deb chin turilish ehtimolligi bor deydi. Lekin shundaqdimi bu yerda ikki cho'ng masala bor. Birinchisi bu ish asos qonun ro'yiga mos kelmaydigan, albatta men degandek. Ikkinchi, agar bu ishni chuqur qayta qilamiz degan taqdirdami senatorning ichida 3dan 2 qism odamlarniki ma'qullashiga erisha olamdi yo'q degan bu savolmi bor. Shunga ish qilib bu ishdan umid cho'ng emas hozirgi ko'z qarashlarda.
Endi yaqında Trump'dan bir muxbirlar so'ragan vaqtida Trump bu qatimki yangi prezidentniki chiqish murosimi qatnashmayman dedi. Pence bilan Pompeo bu ishga qatnashimiz ifoda bildirib oldi. Hozir ahvolsinaroq. Yaqında yana bir cho'ngroq xabar bo'lib ketgan bir ahvol bor. Amerikaniki 8 harbiy qo'mondonlari birlikda bir xotira yozib, Amerikadagi harbiylarga taqatdi uni inglizcha memo deydi ekan. Memoni men xotira deb tarjima qildim. U bayonot emas. Faqat Amerikaniki armiya qo'shinlariga taqatgan bir xotira, bir xatkan 8 odam imzo qo'yibdi. Buni o'qigan kishilar Amerikaniki butun cho'ng boshliqlarning hammasi bu xatni yozibdi deb qarayotdi. Bu xat endi Joe Biden'niki bundan keyin 20 yillardan keyin Joe Biden'niki Amerika'nın harbiy qo'mondoni bo'lganligi yozilgan bu xatda. Men bu ishlarni biroz tekshirib baktım. Bu 8 odam Joint Chiefs of Staff'niki a'zolari ekan. Birlashma harbiy qo'mondonliginiki a'zolari ekan 8 odam. Lekin o'xshamagan armiyalarniki boshliqlari emas ekan, generallar emas deydi. Harbiy buyruq tushirolmaydi bular deydi. Harbiy buyruqni tushirgan birinchi odam nima ekan? Acting Secretary of Defense, Davlat mudofaa ministriniki sekretari. U odam ismi Miller degan odam. Bu odam bu 8 odamning ichida yo'q ekan. Bu harbiylarga buyruq tushirgan chog'da birisi prezident buyruq tushirdi ekan. Undan keyin mana shu nima davlat mudofaa ministrligining sekretari buyruq tushirdi ekan. Undan keyin qolgan qo'shinlarniki boshlig'lari bilan ijro qildi ekan. 8 odam bular emas ekan. Shunga bu bir gapni eskartib qo'ydim. Hozir uchurlar bek ko'p, nima ekanligini bilib bo'lmoq bek tas. Shunga damonliqqa narsalarni ko'rgan vaqtida odamlarni qaymoqtirib qo'ydi. Ashta boshqa bizniki Uyg'ur qarindoshlar ichidami bir qism tarqalib yurgan kuch xabarlarini yig'ib, ajoyib bir yangi manzarani o'tirib qo'yib, tushuncha bergan ovozlarni angladim men. Ularniki hozir endi bulubmu Xitoyniki xato uchurlarni taqitish harakati intan kuchayib ketdi yaqinda. Shu saylan masalasini cho'rdigan holda. Ashta boshqa yolg'on rasm, yolg'on video, yolg'on mazmun narsalar intan ko'p chiqyapti hozir. Qasning rost, qasniki yolg'onligini anglatib bo'lmoq bek tas. Men imkon bor sizlarga o'zim rostkan deb qaragan narsalarni yetkazaman. Manbasi shu g'arbningki manbalari. Shuni yetkazman hozirga qadar degan gaplarim hamsa shu. Bo'lib men hozirga qadar degan gaplarning hammasi Amerikadagi ikki cho'ng media, Newsmax bilan Fox News'da tilga narsalar. Shunda deyapman men sizlarga. Bu ishki medianiki bir alayligi bular qarshi tarafniki ko'z qarashlarini o'tirib qo'ydi. Masalan, CNN mundaq dedi, aslida bu ish mundaq deydi. Ashta boshqa har ikki tarafniki ko'z qarashini belgili bo'ladi. Men qolgan CNN, NBC degan qolgan medialarni ko'mir uzoq olib ketdi. Ko'ramadim, chidayolmay ekanman men bularniki gapini olsam. Lekin mashki media orqali har ikki tarafniki cho'ng-cho'ng masalalarga qanday qarayotganligini bilib menyapman. Ma degan ahvolda shu yerdan kelgan. Buni bir eskartib qo'y. Endi yana bir cho'ng xabar. Hozir Amerikadagi mana shu Trumpni qo'llaydigan kishilarniki bir shuari saylamni o'g'irlab ketishni to'xtatsin degan bir shuar bor. Stop the steal degan shuar. Bu shuarni Facebook cheklabdi yaqinda. Shu 1-oyning 20-kunigacha hech qanday odam bu shuarni Facebook chiqarsa bo'lmaydigan qilyapti. Endi yaqinda biz ko'rgan bir ahvol bizniki tushunchimizda bu saylam bu ishlarning hammasi siyosiy sistemaning ishi. Her bir davlatlarda shundoq. Yani bu qattiq saylamda bosh ijtimoiy taratqularning ishi bo'lib qoldi sening hammamizning ko'rgandek. Bu qattiq Amerikaniki saylamiga shu Twitter, Facebook, YouTube qatorliq ijtimoiy taratqular intayin cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Shunga hozir bu ishlarniki bundan keyin qanday bo'lganligi to'g'riliq ikki xil ko'z qarash bor. Birisi endi bundan keyin ijtimoiy taratqular siyosiy sistemaga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, saylamga bevosita ta'sir ko'rsatadigan bir cho'ng qo'shin bo'lib qoladi deb qarayotganlar bor. Yana birisi
bundan keyin ama şu yeni prezident chiqqandan keyin bu ishlarni o'zgartib o'ngshaydi degan ko'z qarashlarmi bor. Shunga qarshi bo'lganligini bilmaymiz. Bu qatim ajoyib ishlar yuz berdi. Biz men ömrümde ko'rib bakmagan ishlar bo'ldi Amerikada ko'zim ochildi. Hozir Donald Trump Twitter, Facebook, Instagram, YouTube hamma narsasi taqilib ketdi. Bu cheklash ishlariga hozir Amazon, Yahoo, Apple qatorlarmi qatnashyapti yaqinda. Shunga bular birlashib, bir cho'ng, intayin zo'r bir kuchni hosil qildi hozir. Endi bundan keyin qanday bo'lib ketadi, albatta men degandek ikki xil ko'z qarashlar bor. Endi biroz yaxshiroq xabar keladigan ba'zi narsalarni deb qo'yay. Birinchi ayning 6 kundan keyin Donald Trumpniki Amerikadagi himoya qilinish nisbati tarixdagi eng yuqori seviyaga ko'tarilibdi. Birinchi ayning 6 kundan Donald Trumpniki 45% ekandik. Birinchi ayning 6 kundan keyin 51%ga chiqibdi. Amerikaning tarixida bir prezident bunday yuqori darajada olqishga erishgan ahvol yo'q ekan. Meniki bilishimcha. Shunga bu bir xabar bo'ldi Amerikada. Andakin seshanba kuni Donald Trump Texas shtatiga berib, o'ziniki o'zi o'tirib qo'ygan, o'ziniki talabi bilan yasagan 450 mayl, 600 kilometrdek tam bor yerda. Shu tamdan qashib berib bir qatim nutq so'zladi. Bu nutqniki mazmun intayin cho'nqur ichida nurg'un gaplar bor. Bularniki hammasini men bu yerda deb olmayman. Endi nurg'un kishilar bu tamdan gapi chiqsa, Meksikaliklarniki Amerikaga eqib kirishini to'sishni esagan tam deydi. Bu haqiqatan shunday. Lekin undan boshqa yana bir muhim omillar bor ekan. Hozir xalqarada inson atkichiligi yoki inson savdosi bek kuchliga, mana Meksika bilan Amerika o'rtasida mana savdo qilingan insonlarni yo'tkazishlar bek og'ir ekan. Shunga Meksikaliklarning qochib ketishini to'sish bir taraf, lekin inson atkazchiligi yoki inson savdosini to'sish undan muhimroq bir omil deydi. Men buni shu medialardan bildim. Yana bir ish, Texasdagi bir ayol shu bu qatimki prezidentlik saylovida saxtlik qilgan yoki qonunsiz ishlarni qilgan bahona bilan qo'lga olindi. Buni Texasniki Attorney General bosh sahiya boshlig'i Ken Paxton degan adam uni qo'lga olganini jakoladi chorshanba kuni. Bu ayolniki qilgan xil ko'p ishlar bor ekan, asosligi kishilarni aldab demokratlarga bilan tashlash ishlarini qilgan ishlar. U ayolning qilgan ishlariniki hammasi Texasniki qonuniga xilofga. Shunga bu ayolni agar sotdan rasmiy gunohkor deb ayirsa 20 yilgachilik turmada etish ehtimoli bor ekan. 20 yilgacha degan gap 5 yildan 20 yilgacha degan gap endi. Eng yuqorisi 20 yil bo'lmasa, undan to'g'riroq degan gap. Shunday bir ish bo'ldi. Bu ishniki ahamiyati xabarlarda bor. Bu qatimki saylovda naqchilik, saxtapazlik intayin og'ir darajada yuz bergan. Endi Texas shtati nurg'un ishlarda boshlamchi bo'lyapti. Maishtimi bu bir ayolni qo'lga olib bu ishni boshlabdi. Endi kishilarniki farzicha ehtimol boshqa shtatlarmi buni qilish mumkin deydi. Endi bu ishlarni qilib qilgandan keyin 20 yildan keyin saylovning natijasini o'zgartirmaydi mening farzimcha. Lekin endi haq-naqni ayirish jihatlarda uniki zo'r qiymati bor deb o'ylayman. Nima degan joyda men sizlarga ko'p deb keldim. Donald Trumpga 74 million amerikaliklar bilet tashlagan. Agar bu qatimki saylovdagi haq-naq ayrilmasa, bu 74 million kishi qat'iy rozi bo'lmaydi. Undan keyin jimiyat maslahatı mumkin. Hozir kishilarning farazlari shundoq. Boshqa bu haqqoniyatni ayirib chiqish intayin muhim. Buniki bir qadam elindi. Ondan keyin tünügün yan bir kishi qo'lga olinibdi. Bu kishi nimaga 6-chilar DC'dagi namoyishda shu Kongress binosiga bosib kirib, qalamqon chiqqanini buzib chiqqan ishlar qatnashgan bir kishi ekan bu. Bu kishini CNN bir qatim intervyu qilgan, suhbat o'tkazgan CNNda o deganda men shu Trumpniki qo'lg'uchisi ishlarni qildik deb shuni deb tikkandigandi. Hozir bu odamni qo'lga olib, biroz qo'lga olgandan keyin ma'lum bo'lgan ahvol, bu kishi
Amerikadagi bir siyosiy radikal tashkilotini qurgan odam ekan. O'ziniki nurg'un a'zolari bor ekan. Burun bir qism qonunsiz ishlarni qilishga a'zolarini chaqirgan bir odam ekan. O'zi ashta odam turib, Oqsaroyga bosib kirib, Donald Trumpning qo'llovchilarining birisi bo'lib, ondan keyin CNNga men Donald Trumpning adimi, Donald Trumpning qo'llovchisi deb ashta bir intervyu bergan ekan. Bu ish oshkorlandi tunugun. Yana bir cho'ng xabar Teksasdan chiqqan Avam palatasi a'zosi Kyle Biederman deydi. Kyle Biederman degan kongress a'zosi, u Cumhuriyetçi partiyaniki a'zosi ekan. Bu kishi shu yaqinda Teksasni Amerikadan mustaqil qilib bo'lib chiqish bir plan loyihasini o'tirib qo'ydi ekan. Buni o'tirib qo'ygandan keyin buni Amerikada shtatlarning ichida necha yilda bir qatam umumiy xalq bilan tashlaydigan ishlar bo'lib turdi. Har xil o'xshamagan qonun loyihalariga. Ma'nomi shu bilan tashlaydigan umumiy xalq bilan tashlaydigan narsaniki birisi qilib kirgizman deb bu ishni boshlabdi. Buni qo'llaymiz deb o'tirib chiqqanlarmi bor ekan, lekin boshqa shtatlardanmi biz sizlarga qatnashimiz deyotgan odamlarmi bor ekan. Mana bir ish bo'lyotdi. Endi bu ish amalga oshirishmani qilolmaydi. Lekin bu qonunli ish Amerikaning qonunida bor ish o'tganda bu vaqtda to'xtalgan Texas bir alayda shtatda. Teksasniki zimininiki 95% shaxslarning qo'lida ekan hozir. Ondan keyin ularniki oltin g'aznasini tortib bor ekan. Masalan degan, ularning o'zining askari bor degan. Nurg'un jihatda Texas shtati boshqa shtatlarga o'xshamaydi ekan. Bu ishni boshlabdi. Shunga bu ish chuqur bularni bo'lmamdi bilolmaydi, lekin buni qilayotganlar nihoyatda keskin qilib aytibdi. Bu chaqchaqning o'rnida emas. Rasmiy qilib aytibdi. Bu ishlar medialarga chiqdi. Endi buni agar amalga oshiramiz desa, 2 yildek vaqt ketishi mumkin deydi. Endi yana bir xabar, bu 2 kun ichida ko'p tarqaldi. Yaqinda bir Cumhuriyetçi partiyaniki a'zosi Georgia shtatiniki Avam palatasi a'zoligiga saylab ekan, ismi Taylor Greene deydi. Bu xonim 2 kun deb kelyotdi. Biden 20-chilar huquqni olgandan keyin 21-chilardan boshlab men Bidenni impeach qilish bir qonun loyihasini, qaror loyihasini o'tirib chiqaraman Avam palatasining ichida deb shundaydi. Nimishqa degan chog'da agar shu Donald Trumpni impeach qilgan sabablar bilan solishtirgan chog'da Bidenniki shu shartlarga to'shib qolgan ishlari xili bor. Donald Trumpnikidan jiq ko'p, uning ustiga isbotlar bor, ahvollar bor. Shunga bu ayol shuni qilaman deydi. Bu ishning oxiri qanday bo'ldi qilolmaydi. Aytaman degandek 20-chilardan boshlab Avam palatasi bilan Kengash palatasiniki har ikkisida Demokratik partiyaning a'zolari ko'p sonda egallaydigan bir ahvol shakllandi. Amerikaniki tarixida nihoyatda oz ko'rilgan ahvollarning birisi bu. Ashta bir ahvol shakllandi. Ashta boshqa shu yaqinqi bir qancha yil ichida Cumhuriyetçi partiyaning odamlari bir ish qilaman desa, uni kongressdan o'tkazilamdi degan bir masala bor. Shunga bu to'liq boshqa ishni deya olmaydi hozircha. Endi shunga yondab deb qo'yadigan yana bir ish. Albilan sizlarga ba'zi ahvollarni deb qo'yay. Hozir shu Donald Trumpniki prezidentligi yaqinni cho'r degan holda intan ko'p narsa o'tirib chiqyotdi. Bo'libmi yaqinda bir qancha axtarliklar, hali Angliyalik, masalan, Amerikalik degan axtarliklar o'tirib chiqib, mushqatimlik saylovniki masalalari haqida to'xtalib bir qism ishlarni davatidi. Bular suiqasd nazariyasining asarimi yoki rasmi oydinlashtirilmaydi. Men bu ahvollarni bo'lib bo'lgandan keyin sizlarga xudoyim bilsa sizlarga yetkazishga tirishaman. Bo'lgan ishlarni hozircha qisqacha deb yaqinda o'tirib chiqayotgan ba'zi ishlarni. Endi o'tganki qatamliq videoda qonun degan bir tashkilotning gapini dedim. Bu tashkilot mavjud bo'lgan necha yil bo'lgan ekan. Hozir shu Donald Trumpniki qo'llovchilarining ichida bu tashkilotning bor deydi. Bular rasmiy yusinda e'tirof qilingan ahvollar emas, lekin medialarga chiqyotdi ancha-muncha. Buning ichida 100dak Amerikaning harbiy generallari bor ekan deydi. Bu generallar 2016 yili
Obama prezident vaqtida uni bir siyosiy o'zgarish jasab, uni huquqni evitimiz deb tayyorlik qilgan vaqtda tayyorlik qilib etib, keyin Donald Trumpni bayqab, Donald Trumpga bu qatim sen prezidentga chiqsang deb, Donald Trump men chiqay deb ularni to'xtatib ketdi ekan degan narsa gaplar bor. Lekin shu yuzdek odamlarni shu qonun degan organniki a'zolari deydigan gaplar bor. Hozir bu gaplarni tilg'ilishimdagi bir sabab yaqindagi bu Aşı təşkilatlarının qolunda və Amerika hökumətinin qolunda hazır şunda yuqori texnologiyalar var. Bu texnologiya taş plantalarından kelgan degan ko'z qarashlar bor. Bo'libmi buni UFO'ga uchar taqsimlashtirishga bog'lab tushuntirayotgan ishlar bor. Shunga yaqinda UFO'ning gaplari misol ko'p chiqyotdi. Mushuni bog'layotdi ba'zilar. Masalan, deb qo'ygan burunda deb kelyapman. UFO'ni Amerika hökuməti uni rasmiy e'tirof qilmagan. E'tirof qilmay bu jihatdagi tadqiqot tashvish ishlarini 78-yilda qoldirib o'tgan, amaldan qoldirib o'tgan. Yaqinda shu 78-yil ichida to'plagan uchar taqsi haqidagi bir qism uchurlarni burun u uchurlar maxfiy deb saqlanib ekan. Hozir endi maxfiy degan salohiyatni tashlab xalqqa ichitimiz degan paranglar bo'lyapti mana necha kundan buyon. Endi bu ishlar kishilar bu ishni bu qatimki saylan bilan bog'lab har xil tushuntiryapti. Bu to'g'ri hech qanday ish aniq emas hozircha. Meniki NASA'dagilarniki bilishcha, bizim NASA'dagilar deydi bu gapni. Hozirga qadar insonlar tashqi planeta jonliqlar bilan munosabat qilishib baqqani yo'q. Lekin hozir bor, mana texnikalar shu yerdan kelgan, shu qonun degan tashkilotlarni qildi, mana texnikalar bor. Shunga demokratchilar bak ansiraydi degan gaplar bor. Lekin buni ishonmanglar hozircha. Ishonmanglar bu gapni men shunchalik deb qo'yay. Hani muşu nazariyalarning ichida endi muşu nazariyaning ichida men anglagan axtarliklarniki videolarning ichida yana bunday gap bor. Donald Trump ko'rinishda davomli qutib o'tadigan narsa ko'rindi deydi. Eng oxirgichilik, eng oxirda bir qirish qaqachilik qutib o'tadigan ko'rindi, lekin eng oxir qutdi. Masalan 2016-yildagi saylam qarab yaqinlar degan gaplarni deydi. Bunu hozir qadar hech qanday jazmlashmadi. 20. saatdan keyin nima ish bo'ladi uqmaymiz. Makishlarning deyishicha bu yil 3-oylarda Donald Trump o'z huquqiga qaytib kelishi mumkin. Shu oraliqda qildi xashani qilib degan gaplar bor. Lekin bular hech qanday jazmlashgan gaplar emas. Masalaga cho'ng-cho'ng xabarlarni deb qo'yapman, mana shu gaplar bor deb imkon bor ishonmaydigan yaxshi bu ishlarga. Nima ish qilsanglar hozir nayt qalamqon xato uchurlar bek ko'p jamiyatda. Ashta bu boshqa buni ashish 100 bermaychilik Rast şundaq emasmi bilgili olmaydı. Bularni masalaga qisqacha deb qo'yay deb boshladim. Yana Donald Trump haqida Donald Trumpni Xudoyim tanlagan kishi degan nazariyami bak kuchli hozir. Bu to'g'riliq so'zlaydiganlarni xil bor hozir. Shunga buni bu bir eslatib qo'ydim. Lekin bularning hammasi shu ishlar yuz bermaychilik biz jazmlashtirolmaymiz. Shunga taqotuqi gaplarga ishonmagan yaxshi. Eng oxirida bir deydigan yerim, shunday qilib 20-yilda yangi prezidentniki huquq chiqish murosimi bo'ldi. Hozir endi mutlaq ko'p sondagi kishilar Biden chiqadi deb qarayotdi. Ashta boshqa shu biroz ehtimolli yaqin deb o'ylayman menmi. Undan keyingi ishlar qanday bo'ladi bilolmaydi. Ma bu DC kelgan 15 mingdan 20 minggacha bo'lgan askarlar bular siyosiy o'zgarish yasaqli kelgan emas. Ularniki maqsadi mushqatanki huquq o'tkazib olish murosimini o'ngishga olib berish. Hozir Amerikada nurg'un kishilar shu kunni namoyish qilamiz deyotgan bo'lganligi uchun mening anglashimda 50 shtatniki poytaxtlardan hammasi namoyish bo'ldi ekan shu kunni deydi. Ba'zilari tish yo'l bilan, ba'zilari qurol ko'tarib boradigan nima gaplari bor. Armed demonstration deb deydi. Ashta boshqa bu DC kelgan askarlar siyosiy o'zgarish kelgan emas. Buni aniq tushunish kerak. Bular shu tartib saqlash uchun kelganlar buni aniq deb qo'yay. Endi yana bir cho'ng narsa biz qanday qilishimiz kerak? Sizlarni ko'rdinglar, men o'tgan qatimliq videoda deb qo'ydim. Biz inson bo'lganligimiz uchun bo'libmi biz Uyg'urlar haqqoniyatsizlik bilan adolatsizlikning dardini dunyodagi eng ko'p topgan millatlarning qatorida tatdiq. Ashta bu boshqa naqchilikka biz intayin sezgur. Shaxsan men shundoq. Ashta bo'lganligim uchun yaqin ishlar meni intayin azobladi yaqin bo'lgan ishlar. Lekin bu ishlarning hech qaysi bizniki kontrolimiz ostida emas birinchidan. Ikkinchidan
hech qanday ish yoki oq yoki qora bo'lmaydi. Zodi Trump chiqsa butunlay hamish bunday bo'lib ketadi, Biden chiqsa hamish bunday bo'lib ketadigan bo'ldi. Birisi oq ketadi, birisi qora ketadigan bo'ldi degan ish bo'lmaydi. Amerikaniki hukumat siyosiy sistemlarimi buni ishi bular qanaqdir bir oq yoki qora emas, buni o'tiridagi rayonlari bor nurg'un. Gerçi eğer bu kadar Biden hukuk çıkan taqdirdimi, Amerika'daki biz hazır kadar kögen aşı kongres, aşı başlıklar, aşı harbiyler, aşı liderler hepsi yenilen mevcut. Aşı Amerika'nın halk yemesinden bu kadar Donald Trump'a bilet taşlayan 74 milyon kişi bunlar bir etmeydi. Aşta bu başka bir adam çıkıp hukukunu Amerika'nın işlerinde ontaya koyduğun işlaflaşçı olmaydı. Andi bu qatim Amerika bütün şu kongresniki Avam palatasidan Kengash palatasining har ikkisini demokratlar oldigan bo'lganligi uchun ularniki bir ishni qilamiz deb qaror elib, uni qarorini ma'qul etish ishlarini ko'p oson bo'lib ketadi demokratlarniki. Bu yaxshi ishmi desanglar, bu ham yaxshi ish, ham yomon ish. Yaxshi ish nima desa, endi demokratlar o'zining huquqini ravus yurgizalaydi degan gap. Yomon ish nima desanglar, karşı tarafniki, karşı gösteren tarafniki küçük aciz kep kalıp için bir kısım hata kararlarını elin ketiş mümkün. Aşının sebebiden bir neçe ötkendeyken Amerika'da her 2 yılda bir katım saylanma. Şu Avam Palatası, Kengash Palatası'ndaki azalarını sayladığı iş her 2 yılda bir katım buludu. Burun bütün hukuk bir partiye ötüp gidip 2 yıl ötkendeyken bu partiye ait ağır derecede utturup saylandı. Bu Oğan Palatası ile Kengash Palatası'ndaki birisi ya ki her işkilisi yan bir partiye gitmek ahvallar pek köp ki. Şuna bu yerde benim deydiğim biz ümit var bulaylı, yenilen ümit var bulaylı. 2 yıldan yeni saylanma, 2 yıllık içindeki işler yaşımansa yine demokratlar hukukta turi vurdu. Eğer yaşımanmasa Oğan Palatası ile Kengash Palatası'ndaki birisini ya ki her işkilisini cumhuriyetçiler elip yeni işini onşa çıkartmalıdır dep oylayamam ben. Amerika'nınki budjet sistemleri intihar güçlük. Dünyanınki hiç qanday yerga o'xshamaydi. Ashta bu boshqa biz shunchalik umid bor bo'layli. Anandan hozir endi 2024-yili mayli Donald Trump bilamdi yoki Pompeo bilamdi, shular qaytadan saylovga qatnashadi degan ko'z qarashlar bak ko'p. Endi bu qatim Nancy Pelosi'niki Donald Trumpni shundoq kuchab impeach qilibman deyishga sababi, agar impeach qilsa, bundoq impeach qilingan prezident bunundakin siyasi hayatını ayrılıp kaldı iken, qaytadan hükümet organlarına çıkış sahibinden kap kaldı iken, anadakin sabık prezidentler paydalanlaydıgan nurgun mülazimetler var iken, aşı neslerden kuruq kaldı iken. Şuna Donald Trump da açtak beytemende bek uçavatıdı, beytemende degende bu iş mümkün olmaslığı mümkün. Şuna 4 yıldan keyin yine çok özgürlük buluş mümkün. Endi yaqin yaqi bizniki naiti ko'nglimiz yerim bo'lib azoblanishimizga asos sabab Uyg'urlarning taqdiri. Shaxsan meniki eng ko'ngil bo'lgan yerim shu. Men har qanday ishni o'ylagan vaqtimda Uyg'urlarning taqdiriga bog'lab turib o'ylayman bu ishlarni. Bu qatimki saylovda talamtorliq nurg'un videolarni ishildim. Hammasining buniki tip sababi Uyg'urlarning manfaati. Endi agar 4 yil ishlar biz o'ylagandek bo'lmay qolib qolsa, Uyg'urlar nerede qala degan bir cho'ng andisha bor. Hozir xalqarada Uyg'urlar to'g'riliq maqola, doktorlar internet ko'p chiqyotidi, qarorlar elinyotidi. Ko'pincha ikki nuqtadan birisi Xitoyniki majburiy emgakga solingan Uyg'urlarning ishlarini, Uyg'urlarning majburiy emgak qilish ishlarini cheklash. Buni da Amerika boshlang'ich bo'lyotidi. Angliya, Yevropa birligi bu jihat ishlarni olib boryotidi. Ikkinchisi Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb baholash. Bu ish to'g'ri ishlarni ko'p bo'lyotidi hozir. Lekin hozir endi turma kamplarning ishlari asosan tilga ilinmaydi. May kelgan uchurda Xitoylar yenidan tutib sulayotidi. Bu vaqtda yaqinda ba'zi cho'ng xabarlarni anglaysizlar. Yeni sulayotidi. Yana 4 yillik ichida Uyg'urlar Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqining holati qaysi darajaga boradi? Bu bizniki eng cho'ng andishimiz. Endi bu Amerikada yuz bergan nurg'un ishlarga biz ta'sir ko'rsatmaymiz. Ashta bu boshqa garchi bizniki bu ishlarni azoblanishimiz, uni ko'ngil bilishimiz
bu bizimki bir normal insonligimizning ifodasi. Alloh bizni yaratgan. Biz naqchilikni ko'rgan chog'da, adolatsizlikni ko'rgan vaqtimizda, haqqoniyatsizlikni ko'rgan vaqtimizda buni chidab tura olmaymiz. Bir qism insonlar. Bu bir normal ahvol. Normal insonlarga Alloh bergan bir qism xarakterlar bu. Bu bir xatolik emas, gunoh emas. Bu yerda cho'ng masala nima degan chog'da biz qanday yashaymiz bundan? Biz nima ish qilamiz? Shunga bu masalada meniki chet eldagi barliq qarindoshlardan umid qilganim zehnimizni, vaqtimizni o'zimiz qiloladigan ishlarga yig'inchoqlaylik. Men shu qatamqi saylovni ishlar tugagandan keyin bu xalqaro xabarlarni unaqcha ko'rmaydigan bo'lman. Vaqtimni ko'proq endi o'rlanishga ishga ajratadigan bo'lman. Hozirmi ko'p ajratyapman, lekin buniki planlarim shunday bo'libmi o'zimiz kontrol qilolmagan ishlarga qancha qilsakmi bizniki vaqtimiz, zehnimiz isrof bo'ladi bu ishlarda. Shunga sal qimmat ishlarni qilganimiz yaxshi. Men chet eldagi qarindoshlarning hammasini mush jihatga biroz ahamiyat berishini qarindoshlarni mush narsalarni umid qilaman. O'tgan qatorliq videoda deb qo'ydim. Bizniki chet eldagi Uyg'urlarniki bundan eshib boradigan bir vazifamiz Uyg'urlarni chet elda saqlab qolish. Bu jihatda mayli siz hozir qaysi jihatda ish qilayotgan bo'ling, chuqur mush jihatda biroz izlanishimiz kerak. Men chet elda Uyg'urlarni saqlab qolish uchun nima ish qilayman? Nima ishlarni qilishimiz kerak degan jihatda. Agar yaxshi ideyalar bo'lib qolsa, Uyg'ur Project Fondiningki asosiy maqsadi shu. Biz yaxshi turlar bo'lsa, uningga proyektni birga qilamiz bu ishlarni. Shunga buni sizlarga yana qayta eskartib qo'yay. Oxirida endi bu saylan bilan munosabatsiz bir ishni deb qo'yay. Bir necha qarindoshlar mendan yaqinda o'tirib chiqqan WhatsAppniki bir yangi siyosati haqida savol so'radi. Bu zodi nima ish bir tushuncha bergan bo'lsangiz deb. Tunugun Shveysariyadagi do'stimiz doktor Abdushukur Abdurashid Istiqlol TV televizorida bir leksiya so'zlab bu vaqtda tafsir tushuncha berdi. Men bu leksiyaniki YouTube'niki ulanmasini Facebook'a chiqarib qo'ydim. Ko'rmagan qarindoshlar ko'p asonlar bo'ladi u yerda tafsir tushuncha bu vaqtda. Endi qisqartib aytgan chog'da odatdagi kishilar nimani bilish kerak degan vaqtda eng muhim bir narsa bu qandaqdir bu Facebook, bu WhatsApp'niki bu yangi siyosatini yo'l qo'ygandan keyin bizniki WhatsApp yozgan ushurlarimizning hammasini WhatsApp'niki odamlar ko'ralaydi yoki boshqa ko'ralaydi degan ish yo'q. Encryption degan bir narsa bor, end-to-end encryption degan. Bu narsa nima desanglar, men mishada turib, masalan, Germaniyaga bir uchur yo'llasam, bu Germaniyadagi bir tunishimga. Bu uchur Amerikadan Germaniyaga bag'ishchilik oraliqda encrypt qilindi. Encrypt qilindi degan gap bütün mazmun o'zgartiriladi, yozilishi o'zgartiriladi. O'zgarib agar yarim yo'lda boshqa bir odam shuni qo'lga tushirib olsa, o'qiy olmaydi uni. Uni boshqa o'qiy olmaydigan darajada o'zgartirilib mangdi bu yo'lda endi. Lekin Amerikadagi shu uchurlarni saqlab mandirib turgan shirkatlar Germaniyadagi uchurlarni qabul qilib, endi igisiga mandirib turgan bu shirkatlar ko'ralaydi buni. Oliqlar ko'rolmaydi, o'g'irlik ko'rolmaydi. Lekin shirkatniki igisi ko'ralaydi. Bu hozir qadar hamma platformda edi. Hammasi bularga o'xshash narsa bu. Mana Facebook'daymiz masalan, o'xshash. Shunga bu jihatdagi ishlarda o'zgarish yo'q. WhatsApp'da siz boshqalarga yozgan uchuringizni WhatsApp'dagi haqlar ko'rolmaydi buni. Yarim yo'lda o'g'irlab ko'radigan ish yo'q. Endi bu shirkatniki shu albatta men degandek saqlab mulozimat qiladigan organlari burun ko'ralaydi. Buni kim ko'ralaydi, bunga jihatda o'zgarish yo'q. Nada o'zgarish bor degan narsalar biroz murakkab. Men uni sizlarga bir tushuntirib olmayman. Shu eng yaxshi videoni ko'rib tushunib olgan bo'lsanglar. Hozir endi bir qism guruhlar, WhatsApp'dagi guruhlar signalga yetkilyapti. Men bu guruhlardan yetkeldi hozir. Menda to'g'ri chiqqan masala yo'q. Men tang yetkeldim. Lekin men WhatsApp'ni tashlamayman. Nimishqa deganda ular buningdan mush yangi siyosatda o'zgarish tufaylidan kelib chiqqan ahvollar burunmi bati, burun bor ekan, bu qayta men burun ixtiyor ekandik. Endi bu qayta buniki majbur bo'ldik ekan. Masalan, men Facebook'ga Google hisobim bilan kira olmayman. Google'ga Facebook hisobim bilan kira olmayman. Boshqalarga mashina. Bularning o'tirisida bir munosabat bati burunmi. Hozir endi shu WhatsApp bilan Facebook o'tirisidagi bu munosabat kuchaydi ekan bundan keyin. Bu siyosatning asosiy maqsadi shu. Hatta boshqa
odatdagi kishilarga cho'ng ta'siri bo'lib ketishi notayin. Shundaqdimi meniki gapimni meni gapim bo'yicha ish qilmaysizlar. Shu doktor Abdushukur Abdurashidniki leksiyasini bir anglab beqinglar. Shaxsan men WhatsApp'dan ishlatayverman bundan keyin. Nima ish degan chog'da men u jihat kuchlardan ansirab ketmayman. Meniki aqamga eng kuchli darajada kirgan ya Xitoy. Ular men to'g'ri egalariga uchurlarni allaqachon egallab qo'ygan. Shunga boshqa narsalardan qo'rqib ketmayman haqlar. Bilib qolsa bo'lmaydi ishlarim bor deb bunday ishlar yo'q. Hatta boshqa ishlatmoqchi. Signalga yüklengen toplarda ben bu signalda katışımın. Lakin WhatsApp'ta yani şahslarla bu alakaını kılıvermen. Başka signal degen narsa yok şahslar bilan WhatsApp'ta alakalı kılıvermen. Çünkü bu işin bir eskertip kıy. Bunun da mesela bugünkü video hoşunucak olsun. Xudayim bursa kiler katım kürüşküşlük aman bulaylarımız. Maqala hayır hoş Allah'a emanet.